Taklamakan qumliqi tiliga ilinsa, g'aroyibatlik bir zimin ko'z oldimizga keladi. Chunki bu yerda intayin ko'p sirliq voqealar yuz bergan. Biz bugun yana shunday bir sirliq voqeani bayon etmoqchimiz. 2003-yilda ikki dehqon Taklamakanning qum barxanlari orasida bir jasad sandiqini bayqab qoldi-da, darhol yuqoriga doklad qildi. Arxeologlar bu yerga kelib, bu yerning 4600 yil burungi qabristonlik ekanligini aniqlaydi. Dastlab ular atrofdan bir qism yipak, unch, marvoyit degandek hamda buyumlarni qazib oladi. Ammo haqiqiy qabristonlikni qazib olganda ko'pchilikning hammasi cho'chib ketishidi. Chunki bu jasad sandiqi intayin cho'ng bo'lib, ular bu sandiqni o'lchaganda uzunligi 2 metr 80 sm chiqadi. Neden bunday cho'ng jasad sandiqi bo'lsin? İçiga odamning jasadi qo'yilgandan boshqa yana nurg'un hamda buyumlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar dastlabda mushundaq farazlarni o'tirib qo'yishgan edi. Ular darhol sandiqni ochdi. Jasad sandiqining ichidagi bu jasad nihoyat egiz ham gavdalik bo'lib, ular bu jasadni o'lchab ko'rganida uning 2 metr 30 sm kelganligini bayqagan. Bu jasad hatto yovmingdanmi egiz edi. Orqadan ular yana bir joyni qazdi. Bu yerdami cho'ng kichikligiga o'xshashli jasad sandiqi bayqaladi. Bu sandiqning ichidami gigant odamning so'nki yotadi. Uning chechining rangimi avval qismiga o'xshashli oltin rangda, terisi hol rang edi. Eng oxirida mutaxassislar uning tish so'nkiga diqqat qilganda nihoyat hayronlikda turib qoladi. Chunki biz normal odamlarning udul tishining hammasi yopiq holatda bo'ladi. Ammo bu jasadning bo'lsa qirliq holatda turadi. Mutaxassislar buni taklif qilib, bu odamning genida o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin deb faraz qilishdi. Ammo orqadan ular bu atrofdan jami 5 dona o'xshash cho'nglikdagi jasad sandiqini topdi. Ishini ichib qarsa, o'xshashda bo'y egizligi 2 metr 30-40 sm keladigan bo'lib, o'xshashda oltin rangli chashqa va mushunda g'alati tishlarga ega edi. Shundaqla ham terisi hol rang edi. Oxirida mutaxassislar buning tagiga yetib bo'lolmay 4600 yil ilgari Taklamakanda bir sirliq gigant odam davlat mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin deyishidi. Mana bu shundaq sirliq zaminning o'g'il qizlari bo'lish sifatimiz bilan ko'parak sayohatga chiqib jahon ko'rmaganimiz to'liq muhimdir. Albatta, sayohatga chiqqanda yo'g'on yuzlaringizni kichik ko'rsatgili, quyosh nuridan saqlag'ili, eng muhimi aqsa ko'ringani bo'lgan mundaq ko'zanakdan bir kam bo'lmas. Qiz o'g'illarga mos keladigan har xil rangdagisi ostiki haruchaqda bor. Tanlab setib oling. 抖音